Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Zerikib qolmadinglarmi? Robba rosa 5 hafta deganda yangi video chiqyapti. Cho'zilib qolganidan sizlardan uzr so'raymiz. Bugun Minecraftda Italian Brain Rot qahramonlari o'rtasida turnir o'tkazamiz. Kim g'olib bo'ladi? Buning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Kommentariyada oldindan g'olibni taxmin qiling va videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoda Tigrit qatnashmaydi, afsus. Unda biz boshladik. Italian Brain Rot nima degani deb so'ragan bo'lsanglar, 2025-yil trendga aylangan shu maxluqchalar. Endi shularni urishtirib chiqamiz. Birinchi arenani qurib olamiz. Bu arenaga kerakli bloklar. Do'stlar, shu yerda sizga bir narsani aytmoqchiman. Bizning Telegram kanalimiz ham bor. Shu Telegram kanalda biz ko'proq aktiv bildiramiz. Har xil xabarlar ko'proq keladi. YouTube'ga qo'yish holati bo'lsa kerak. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi xabarlardan quruq qolmaysiz. Kommentariyada silkasini tashlab qo'yaman yoki bu QR koddan skaner qilib Telegram kanaliga kirishingiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizda 96% odam obunasiz ko'rar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Biz buni 0% ga tushira olamizmi? Harakat qilib ko'raylik. Shuncha odam obuna bo'lmasdan kuzatsa uyat. Mana do'stlar, arena ham tayyor. Shuni qo'yib qo'ysam bo'ldi. Mana tayyor. Endi bu yerda urishtiramiz. Ekranlarda ko'rib turganingizdek, bu play-off, birinchi tur. Birinchi tur o'yinlarini boshladik. Qana go. Birinchisidan boshlaymiz. Endi qilichni yutgan odamni o'ldirgan oldin. Finalga chiqqanga to'rt ko'ramiz. Qana go. Tung sahur. Tung sahur. O'yin qizigandan qiziq. Bir patapim. Tung sahur. Bizda g'olib bor. G'olib mana bu daraxt. Endi ikkinchi o'yinga kelamiz. Ikkinchi o'yinda mana u bilan shu keyin bu boshlandi o'yin. Tip yaptı u. Hali bitta ham zarba berishga ulgurmadi. Voh. Tip tashyapti. Mana xo'tlar yutdi. G'olibimiz. Endi buni biz o'ldiramiz. Do'stlar, keyingi o'yinga qaytdik bu yerda. Bunga qarshi bu urvordim. Mana. Urash. Buni minsa bo'ladi. Karvon ko'rdim tuyalari buzlab kelar. Urash. Yeb qo'yapti. Qaranglar, texnologiyani chini kuchi 5 metr nariyoqqa o'tgan ekan. Va g'olibimiz. Endi keyingi o'yin ko'p kutilgan. Bunga qarshi bu. Qani kim yutadi deb o'ylaysizlar? Uy,
O. Hatto arenaga ham sig'mayapti, aylanolmay qoldi. Endi bu chempion. Endi ikkinchi turga o'taveramiz, do'stlar. Birinchi o'yin natijalariga ko'ra hozir play-off bosqichi shu ko'rinishga keldi. Endi bunday qilib finalgacha chiqamiz. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Oldindan kommentga yozib qo'yinglar. Do'stlar, endi ikkinchi tur. Mana to'g'riga qarshi. Mana urush. O ana. Uy. Kutilganidan ko'proq natija-yu. O jang qizyapti. U mo'pi tepyapti. Kallasi bakaldan bo'lgan. O finalchimiz. Finalga chiqqan birinchi anaqamiz. Finalchi. Sen o'lding boru. Endi keyingi o'yinga o'tamiz. Do'stlar, keyingi o'yindan boshlanish arafasida turibdi. Eng dahshatli qarama-qarshilik. Urushmaysan. Xos. Qo'lda uraylik. Ha, bo'ldi. Urushib ketishadi. Qarang, kim yutadi? O o'yin ikkalasi ham. O ikkinchi finalchimiz. Finalchi bitta zarbaga qolmay o'ladi lekin. Endi final dramatikroq bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, sizlar uchun shunday videolar chiqarib finalgacha yetib keldik. Endi obuna bo'lishni unutmanglar va final mazza qilib ko'rasizlar. Gapirmayman men. Bunga qarshi urushmaydimi bular ham? Urush? Bol urushyapti shekilli. Va do'stlar, oxiri finalgacha kelib, finalda yutgan Munovi bo'ladi. Endi bunga tort bermasak bo'lmaydi. Qani tort? Qani? Mana banan beramiz. Mana uyingga bor. Maza qilib ye. Mana do'stlar, video ham tamom bo'lay deb qoldi. Finalchimizga mukofotlarni berdik. Endi keyingi videolargacha xayrlashamiz. Kommentariyada taxminingiz to'g'ri yoki noto'g'ri chiqqanini belgilab yozib ketinglar. Keyingi videolarga xayr.